Hech kimning barmoq izlari bir-biriga o'xshamasligi haqida xabaringiz bor. Shuning uchun ham barmoq izlari shaxsni aniqlashda foydalaniladi. Hattoki ikki tomchi suvdek o'xshash egizaklarda ham farq qiladi. Aslida ikki tomchi suv ham bir-biriga aynan mos kelmaydi. Xo'sh, endi aytingchi, bizda barmoq izlari kabi boshqalarnikiga o'xshamaydigan yana nimalar bor? Insonni boshqa insonlardan ajratib turadigan narsa faqat barmoq izlari emas, balki quloq chiziqlari, tildagi chiziqlar, yurishdagi o'ziga xoslik va boshqa a'zolarning izlari, shakllari ham aynan bir xil emas. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tashqi quloq shakli mutlaqo boshqalarnikiga o'xshamas ekan. Hattoki quloq chiziqlarini bemalol barmoq izi o'rniga ham ishlatish mumkin. Inson quloq chiziqlari 96,6% aniqlik bilan boshqalarnikidan farq qilar ekan. Ikkinchisi ko'z. Ko'zdagi o'ziga xoslik shuki, ko'z qorachig'ining shakli, tuzilishi boshqa insonnikidan farq qiladi. Agar biz bir xil deb o'ylagan ikkita ko'zga yaqinroq qarasak, ular bir-biridan farq qilishini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Tildagi chiziqlar ham hech kimniki bir-biriga o'xshamaydi. Undan tashqari, insonlarning yurishi, ovozi va hattoki ularning hidi ham o'ziga xosdir. Har bir insonning genlariga bog'liq bo'lgan o'ziga xos hidlari bor. Har bir insonning o'ziga tegishli bo'lgan muayyan hidi bor. Bu hid insonning ruhiy holati, yoshi, salomatligi va boshqa jihatlarga ko'ra farq qiladi.